Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun virus paydo qilgan kasallar va ularning aloydiligi degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi virusninki nima ekanligi, virus qaysi kasalliklarni paydo qildiganligi, ularninki kasal aloydiligi, ulardan oldin olish va ularni davolash to'g'risida qisqacha bir tushuncha berib o'tmoqchi. Tövəndə diqqətinizlər leksiyanın təfsilatında bo'lsin. Virus insonlarda eng ko'p yuqumlanish paydo qiladigan mikroorganizm bo'lib, 1894-yili insonlar tunji virusni bayqagandan hozirga qadar jami 9000 xildan ortiq virusni bayqagan. Amaliyotda insonlar texi bilmagan viruslar hozirga qadar bayqagan viruslardan nurg'un hassa ko'p bo'lishi mumkin. Virus mustaqil ko'payish iqtidori bo'lmagan boshqa jonliqlar, masalan, bakteriya, o'simlik, hasharot, uchar qush va har xil hayvonlarning hujayrasi ichida ularning irsiy moddasiga tayinib ko'paydigan bo'lib, odatda RNA yoki DNA dan iborat ikki cho'ng turga bo'linadi. Ya'ni ba'zi viruslar RNA virusi bo'lsa, yana ba'zi viruslar DNA virusi kategoriyasiga kirdi. Bu virusninki gen aloydiligiga qarab bo'lingan ikki cho'ng tur. Albatta, uningdan boshqa nurg'un turlari bor, lekin men bu yerda u jihatda ichkirlab kirmayman. Men faqatla biz bilan bevosita munosabatli bo'lgan, ya'ni bizning sog'lomligimiz bilan bevosita munosabatli bo'lgan bir qism virus va ularning aloydiligi to'g'risida nuqtaliq to'xtalib o'taman. Undaqda bu virus paydo qilgan kasalliklarninki qandoq aloydiliklari bor degan vaqtida virus paydo qilgan kasalliklarning tövəndikidek aloydiliklari bor. Birinchisi, hammasi degidek yuqumli kasallik bo'lib, ba'zilarining yuqish kuchi alohida kuchlik. Ya'ni virus paydo qilgan kasalliklarning hammasi degidek yuqumli kasallik kategoriyasiga kirdi. Ya'ni insonlar orasida o'zaro yuqidi, ba'zilarining yuqish kuchi alohida kuchlik. Ikkinchisi, asosliqi havo orqali, teri orqali, qon orqali, jinsiy munosabat orqali, yemak-ichmak orqali, hasharot va hayvonlarning chiqivilishi, tishlashi orqali yuqidi. Uchinchisi, ko'p qismi badanning immunit kuchiga tayinib bir necha kundan bir necha hafta ichida o'zligidan saqib ketadi. Ya'ni bu virus bilan yuqumlangan kasalliklarninki ko'p qismi davolasak tezroq saqayishi mumkin, davolamasaqmi ko'p qismi bir necha kundan bir necha hafta ichida o'zligidan saqib ketadi. Bundaq deganlik virus paydo qilgan kasallarning hammasi shundaq bo'ladi deganlik emas, lekin mushu ko'p uchraydigan virus paydo qilgan kasalliklarning ko'p qismi badanning immunit kuchiga tayinib o'zligidan saqib ketadi. To'rtinchisi, ko'p qism kasalga nisbatan hozir qadar unumlik davolash yo'q, ya'ni unumlik dori yo'q. Hozir mavjud bo'lgan dorilarninki ko'p qismi faqat kasal alomatiga qarta unum beradigan dorilar bo'lib, mushu virus paydo qilgan kasalliklarni davolashda eng ko'p qo'llanildigini amaliyotda kasal alomatlariga qarab davolab
davalash ilib berish. Hergizmi konkret virusga qarshi davalash emas. Chunki ko'p qism virusga nisbatan hozir qadar unumlik davolaydigan dori yo'q. Beshinchisi, bir qism kasalliklarni virusga qarshi dorilar bilan davalash mumkin. Ya'ni men yuqorida deb o'tgandagidek ko'p qismlarga unumlik dori yo'q, faqat bir qismlarga unumlik dori bor. Ular orqali bu kasalni davalash yoki kontrol qilish mumkin. Oltinchisi, vaksina emlash orqali bir qism kasalliklarning oldini olish mumkin. Ya'ni hammamizga ma'lum bo'lgandek, biz kichik vaqtlarda tarqagan nurg'un kasalliklar asli virus paydo qilgan kasalliklar bo'lib, uningga qarshi vaksinaninki dunyoga kelishi bilan bu kasalliklar asosan yo'qolib ketgan. Albatta, insonlarninki yangi viruslarni bayqishi va yangi viruslarning tarqishiga ergishib, ba'zi yangidan paydo bo'lgan tarqalgan kasallikka nisbatan vaksina ijod bo'lish davrida ba'zilariga allburun vaksina bor. Shunglashqa biz garchi bu virus paydo qilgan kasalliklarning hammasininki oldini ololmasaqmi, lekin bir qismlarininki oldini shu vaksina emlash orqali oldini ola olamiz. Undaqda bu virus paydo qilgan ko'p uchraydigan kasalliklar nimalardan iborat degan vaqtida men oldi bilan virus paydo qilgan ko'p uchraydigan nafas yo'li kasalliklarni qarindoshlarga tanishtirib o'tmoqchi. Buningki birinchisi hammamizga ma'lum bo'lgan zukam shu virus paydo qilgan eng ko'p uchraydigan kasallik bo'lib, inson umrida zukam bo'lmaydigan odam yo'q. Ba'zilarimiz yiliga bir necha qitim zukam bo'lishimiz mumkin. Endi bu zukamni keltirib chiqargan virus hozir 200 xildan ortiq bo'lib, shu o'xshamagan rayon, o'xshamagan faslda bizni zukam qildigan viruslarning turi nihoyat ko'p. Ya'ni hozirgacha bayqagan shu zukam paydo qildigan virusning turi 200 xildan oshidi. Ikkinchisi, nisbatan ko'p uchraydigan virus paydo qilgan nafas yo'l kasalliklari bo'lsa, yuqumliq zukam. Yuqumliq zukamni paydo qilgan virusni cho'ng jihatdan influenza virus yoki yuqumliq zukam virusi A, B, C, D deb 4 xil cho'ng turga bo'lgandan sirt, andan keyin ya'ni 131 xil kichik turga bo'linadi. Ya'ni bu yuqumliq zukamni keltirib chiqargan virusmi yolg'iz bir xil virus emas. Odatdagi zukamning texmi shundoq. Shunglashqa bu yuqumliq zukamga garchi vaksina bo'lsa-mu, lekin u vaksina yuqumliq zukamninki hammasini to'sab qola oladi, degili bo'lmaydi. Chunki bu o'xshamagan rayon, o'xshamagan fasllarda tarqayotgan virusning turlari ko'p bo'lganligi uchun bu vaksina ularning ichidagi ba'zi virusga ishlasa, ba'zi virusga ishlamasligi mumkin. Lekin umumyuzli qilib aytgan vaqtida yuqumliq zukamning vaksinasi insonlarning yuqumliq zukamga giribdor bo'lish ehtimolini tuvaltidi. Albatta, cho'qim hammani to'sib qoladi deyamaymiz. Buning asosli sababi yuqorida men deb o'tgandagidek yuqumliq zukamni paydo qiladigan virusning turlarining ko'p bo'lishi. Uchinchisi, nafas yo'li yollig'i. Buning damda kana yollig'i yoki o'pka yollig'i deb ikki cho'ng turga bo'lindi. Buni keltirib chiqargan viruslarning turimi biroz ko'p. Men tipik bo'lganlari, ya'ni RSV virus, shu nafas yo'li bez virusi, andan keyin qo'shimcha yoki yandash yuqumliq zukam virusi, parainfluenza virus, shu 3 xil virusni
men bu yerga tipik misal süpetide qo'yib qo'ydim. Undan boshqa hammalarga tonish bo'lgan COVID-19 uni keltirib chiqargan virusni SARS-CoV-2 deymiz. Ya'ni bu korona virusniki hozirga qadar bayqagan korona virusniki bir xili bo'lib, uningga shu ilm panda rasmiy turda SARS CoV-2 deb nom bergan. Uningdan burun tarqagan SARS kasalini bo'lsa, unimi bu COVID shu tajsimon virus keltirib chiqargan, ya'ni korona virusi keltirib chiqargan bo'lib, u virusni SARS-CoV deb atagan. Undan boshqa O'tir Sharqda tarqagan shu SARSga o'xshab ketadigan kasal, uni MERS ya'ni MERS deb atagan bo'lib, uni keltirib u kasalni keltirib chiqargan virusni MERS-CoV deymiz. Bularning hammasi shu koronavirusi yoki tajsimon virus kategoriyasiga kiradigan viruslar. Bular shu nafas yo'lda kasal paydo qilgan viruslar yoki virusdan paydo bo'lgan nafas yo'lidagi ko'p uchraydigan kasalliklar bo'lib, buningdan boshqa ba'zi kasalliklar bo'lishi mumkin. U bek ko'p uchirmaganlik uchun men bu yerda u to'g'risida to'xtalmayman. Virus paydo qilgan kasalliklar ichida yana bir turdagi ko'p uchraydigan kasalliklar teri kasalliklari bo'lib, bu teri virusdan paydo bo'lgan teri kasalliklarimi ba'zilari o'zligidan saqayib ketsa, ba'zilarini saqaytish biroz qiyin. Bu ko'pinchisi bu teriga tekish orqali yuqadi, ham terigida shu qizil paydo qilish va qishqoq paydo qilish bilan ifodalanadi. Ularninki ichida bizga biroz tonish bo'lgani, ya'ni bizning kichik vaqtimizda keng tarqalgan virus paydo qilgan kasal bo'lsa, qizil kasali. Buni shu qizil kasal virusi keltirib chiqargan, inglizcha measles deymiz. Ikkinchisi, bu biz kichik vaqtlarimizda keng tarqalgan kasal bo'lib, chechak kasali. Bu ikki xil virus paydo qilgan kasalga nisbatan shu vaksinaninki dunyoga kelishi bilan bu kasal dunyo miqyosida bo'lib taraqqiy qilgan davlatlarda asosan tugab ketgan, ba'zi taraqqiy qilmagan davlatlarda yoki bo'lmasa chet yerlarda, ya'ni vaksina emlash imkoniyati bo'lmagan rayonlarda bu xil kasallik, ya'ni tarqab qoldi, tarqalib kelmoqda. Uchinchisi bo'lsa o'lchechak kasali. Buni inglizcha chickenpox, ya'ni birinchisi measles bo'lsa, ikkinchisi smallpox, uchinchisi bu shu o'lchechak kasali chickenpox. Bu bizning kichik vaqtlarimizda tarqalgan virus paydo qilgan teridagi yuqumli kasal. Andan keyin qo'rqoq yoki qapartma, buning inglizcha shingles, buni virus keltirib chiqargan. Andan keyin pechak kasali, bu herpes virus degan virus keltirib chiqargan. Ko'pinchisi shu jinsiy a'zolarning atrofida ko'p uchraydi. Andan keyin sugalmi terining ham yerlarida bo'ladigan bo'lib, jinsiy munosabat qilganda terining o'zaro uchrashishi orqali yuqqan kasal, bu jinsiy yuqumli kasal kategoriyasiga kirdi. Albatta, ba'zi sugal jinsiy munosabat bilan bevosita munosabat yo'q, lekin terining o'zaro uchrashi orqali yuqqanlik uchun bunimi shu jinsiy yuqumli kasallik kategoriyasiga kirgizayotgan. Uni keltirib chiqargan virusning ismi HPV. Hozir bu virusga nisbatan vaksina bor. Bular shu virus paydo qilgan ko'p uchraydigan teri kasalliklari. Albatta, buningdan boshqa yana xili ko'p
kasalliklar, ya'ni virus keltirib chiqqan kasalliklarmi terida asosliq terida ifodalansimi, lekin uning yuqish yo'llari yolg'iz teri emas, boshqa yo'llar bilan yuqish ehtimoli bo'lganligi uchun men uni bu kategoriyaga qo'ymadim. Lekin tövəndə mən u cəhətimi qısqaça bir tonuşturuş berib ötmə. Burqi ikki kategoriya, ya'ni nafas yo'li virus paydo qilgan nafas yo'li kasalliklar va virus paydo qilgan teridagi kasalliklardan boshqa virus paydo qilgan ko'p uchraydigan kasalliklar hammamizga tonish bo'lgan AIDS kasali, Ebola kasali, Zika kasali, dengi qizitmasi, siriq qizitma, Lassa qizitmasi bularningki hammasini virus keltirib chiqargan, misolan AIDS kasalini keltirib chiqargan virusningki ismi HIV, Ebola kasalini keltirib chiqargan virusning ismi Ebola virusi, Zika kasalini keltirib chiqargan Zika virusi, dengi qizitmasini keltirib chiqargan dengi virusi, andan keyin siriq qizitma kasalini keltirib chiqargan virusning ismi yellow fever virus yoki siriq qizitma virusi, andan keyin Lassa qizitmasi, uni keltirib chiqargan virusning ismi Lassa virusi. Bular mushu yuqoridagi ikki cho'ng turdagi kasallik paydo qiluvchi virusdan boshqa yana bir kasal bir turdagi kasal paydo qiluvchi viruslar bo'lib, bularmi ko'p uchraydigan virus paydo qilgan kasal hisoblanadi. Undan boshqa yana virus keltirib chiqargan mingi parda yollig'i. Albatta bu mingi parda yollig'ini men oldingi leksiyarimda deb o'tgandagidek virus keltirib chiqarishi mumkin, andan keyin bakteriya keltirib chiqarishi mumkin. Yani ikkinchisi jigar yollig'i. Jigar yollig'ini keltirib chiqaradigan viruslar cho'ng jihatdan hozir A, B, C, D, E deb 5 cho'ng turga bo'linadi. Andan keyin bu quloq oldi bezi yollig'ini keltirib chiqargan virus, buni inglizcha mumps deydi. Albatta bu quloq oldi bezi yollig'ini virus keltirib chiqarishi mumkin, bakteriya keltirib chiqarishi mumkin. Men bu yerda tilg'og'inim faqatla virus keltirib chiqargan quloq oldi bezi yollig'i, andan keyin g'aljir it kasali, bunimi virus keltirib chiqargan u virusningki ismini Rabi virus deymiz yoki g'aljir it kasali virusi. Andan keyin bolalarningki palajlik kasali polio virus keltirib chiqargan. Andan keyin oshqozon uchay yollig'i. Bunimi virus keltirib chiqargan. Albatta ba'zi oshqozon uchay yollig'ini bakteriya keltirib chiqarishi mumkin. Men bu yerda tilg'og'inim faqatla shu kasallikningki virus paydo qilgan qismi. Bular mushu odatda ko'p uchraydigan virus paydo qilgan kasalliklarningki tipik misollari bo'lib, uningdan boshqa yana nurg'unlagan virus keltirib chiqargan kasalliklar bor. Ular normalda bek ko'p uchirmaganligi uchun men bu yerda bir-birlab to'xtalmayman. Undaqda bu virus paydo qilgan kasalliklarningki oldini olishda nimalarga diqqat qilishimiz kerak? Qanday qilgan vaqtida ularning oldini olg'ili, ulardan saqlanғili bo'ldi degan vaqtida albatta hech qanday bir ish mutlaq bo'lmaydi. Yana men cho'qim bu kasaldan saqlanaman deb mutlaq saqlanish qiyin, ammo biz ba'zi ishlarga diqqat qilish orqali virus bilan yuqumlanish ehtimolligini tuvaltishimiz mumkin. U tadbirlarningki birinchisi shaxsiy tozaliqqa alohida ahamiyat berish, qo'lni davomli yuvib turish, shaxsiy buyumlarni o'rtoqlashmaslik, ya'ni boshqalar bilan birga ishlatmaslik, ayirib ishlatish. Bu orqali biz ba'zi viruslar bilan yuqumlanishning oldini ola olishimiz mumkin. Ikkinchisi yuqumlanuvchilar bilan musofa saqlash, ular bilan yaqin aralashmaslik. Uchinchisi badan chiniqtirishga ahamiyat berish, yetarlik uxlash, bak yerib charchab ketishdan, shamoldab qilishdan va badanning immunitet kuchiningki to'villab ketishidan saqlanish kerak.
Bu virus normalda etrafımızda her xil viruslar mevcut bulup, ular bizga mushu bedenning immunit kuchi ojizlab ketgan vaqtida, yerib charchab ketgan vaqtimizda oson hujum qilishi va bizda kasal paydo qilishi mumkin. Shunglashqa virus paydo qilgan kasallikdan saqlanish uchun cho'qim badan chiniqtirishga ahamiyat berish, yetarli uxlash, yerib charchab ketishdan saqlanish, badanni issiq tutish, ya'ni bak shamoldab ketmaslik, undan keyin badan immunit kuchini yaxshilash, ya'ni uningki tövəllab ketishdan saqlanish orqali ba'zi viruslar bilan yuqumlanishning oldini olg'ili bo'ldi. To'rtinchisi, pasha va har xil hasharotlarning chiqishidan saqlanish kerak. Ya'ni ba'zi viruslar mushu pasha va har xil hasharotlarning chiqishi orqali yuqqanligi uchun biz ulardan saqlansak, ularning badanidagi virus bilan yuqumlanib qolishdan saqlanishimiz mumkin. Beşincisi, bazı yovvoyi hayvonlarning teri va badan suyuqligi bilan bevosita uchrashmaslik. Mayli shu burun Xitoy tarqalgan SARS kasali bo'lsin va boshqa bir qism virus tarqalgan virus bilan yuqumlangan kasallar bo'lsin, ya'ni virus paydo qilgan kasallar bo'lsin, ularningki shu yovvoyi hayvonlar bilan bevosita munosabatlik ekanligi aniqlangan. Ya'ni u hayvonlarningki terisi, tuki yoki badan suyuqligi bilan uchrashish orqali biz u viruslar bilan yuqumlanib qolishimiz mumkin. Shunlashqa u yovvoyi hayvonlarning teri va badan suyuqligi bilan bevosita uchrashmaslik orqali biz u virusdan kelib chiqqan kasalliklardan saqlana olishimiz mumkin. Oltinchisi, notanish kishilar bilan qalaymaqon jinsiy munosabat qilmaslik, ya'ni shu xili ko'p sonda virus paydo qilgan kasalliklar bo'libmi, bak teri kasalliklarininki ko'pinchisi shu jinsiy munosabat orqali yuqadigan bo'lg'achqa, notanish kishilar bilan olayimqon jinsiy munosabat qilmaslik orqali u kasalliklar bilan yuqumlanishdan saqlanqili bo'ldi. Andan keyin 7-si maska taqash bo'libmi, bak nafas yo'lidan tarqagan viruslarning oldini olish uchun maska taqash nihoyatda muhim. Bu yaqinqi 2-3 yildan buyon qarindoshlar balkim bu jihatda jiq tajriba saboqlarga ega bo'ldi deb qarayman. Albatta, oxirida zarur bo'lgan vaksinalarni vaqtida emlashmi bu virus paydo qilgan kasalliklarning saqlanishida nihoyatda muhim. Albatta, bu yerda hamma virusga qarta unumli vaksina paydo bo'lgani yo'q. Lekin bir qism virusga qarshi nihoyatda unumli vaksinalar mavjud. Shunlashqa ularni vaqtida emlash orqali biz u viruslardan kelib chiqqan kasalliklardan unumli saqlana olishimiz yoki uning bilan yuqumlanish ehtimolini tuvalta olishimiz mumkin. Oxirida bu virus paydo qilgan kasalliklarni qandaq bir taraf qilamiz, qandaq davolaymiz yoki biz ehtiyotsizlikdan virus bilan yuqumlanib qolgan vaqtimizda biz uni qandaq bir taraf qilamiz degan vaqtida birinchisi yaxshi orom olish, yetarli uxlash. Men yuqori deb o'tgandagidek virus paydo qilgan kasalliklarning ko'pinchisi alohida davolash ilib bormasimi o'zligidan saqib ketganligi uchun biz yaxshi orom olsak, yetarli uxlasak, balkim bir necha kunda saqib ketishimiz mumkin. Albatta, bu deganlik kasal bo'lsangiz jim o'ltiring deganlik emas, lekin mush kasalning taraqqiyotini kuzatadigan gap. Agarda kasal kundan kunga ig'irlashib ketsa, albatta doktorga boramiz, lekin normalda ko'pincha virus paydo qilgan kasal o'zligidan saqib ketalgani uchun biz yaxshi orom olsak, yetarli uxlasak kifoya. Ikkinchisi, badanning immunit kuchini yuqori ko'tarish nihoyatda muhim. Ya'ni bu orqali u bir qism virus paydo qilgan kasalliklarning saqib ketishini tezlatkili bo'ldi. Uchinchisi, choy, sho'rpa va qaynoq suvni yetarli ichish, ko'p terlash, bumi virus bilan yuqumlangan kasalliklarning asliga kelishda nihoyatda muhim. To'rtinchisi, issiq kiyinish, issiq munchiga tushish,
beshinchisi kasallik alomatlariga asosan o'xshamagan dorilar, masalan, qizitma yondirish, og'riq pasaytirish dorilarini ishlatish. Men yuqorida deb o'tgandagidek, ko'pincha virus paydo qilgan kasallikka nisbatan unumli davolash yo'q. Hozir mavjud bo'lgan davolashning ko'pinchisi kasallik alomatlariga qarta davolash bo'lib, biz u davolashlar orqali o'zimizni rohatlantira va kasallikka saqayib ketishi jarayon vaqtini qisqartira olishimiz mumkin. 6-si doktorga ko'rinib kasal paydo qilgan virusning turini aniqlab chiqib, uningga asosan virusga qarshi dori ishlatish. Ya'ni bu kasallikning taraqqiyot jarayonida kasallik ahvoli yaxshilanmay, kundan kunga ig'irlashib ketadigan ish bo'lsa, u vaqtda cho'qim doktorga ko'rinib, kasal paydo qilgan virusning turini aniqlab chiqib, uningga qarta agar shu virusga qarshi unumli dori bo'lsa, uningga qarta davolash ilib berish kerak. 7-si eng muhimi mushu antibiotik dorilarni qalayimqon ishlatmaslik. Chunki virus bilan yuqumlangan kasalga antibiotik dorisi foyda qilmaydi. Men burunqi bir leksiyadami antibiotik dorisini qalayimqon ishlatmang degan leksiyadami bu vaqtda alayda to'xtalib o'tgan. Ya'ni ko'pincha kishilar zukam qatorliq kasalliklarga, ya'ni virus paydo qilgan kasalliklarga giribtor bo'lgan vaqtidami antibiotik dorilarni qalayimqon ishlatadigan ahvol mavjud. Men bu yerda yana bir qitim alayda ta'kidlab o'tmoqchi, bu virus keltirib chiqargan kasalliklarga hargiz antibiotik dorilarni qalayimqon ishlatmang. Bugungi bu virus paydo qilgan kasalliklar va uning aloyligi degan temadagi leksiyani shu yerda oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglar ko'p rahmat. Alloh hammamizning tinini salomat, ömrünü uzun qilsin. Xayr xo'sh, ko'rishguncha omon bo'linglar.